Salom qadrli obunachilar va kanalimizning aziz tomoshabinlari. Bugun men siz bilan shunchaki muhim emas, balki hayotiy zarur bo'lgan bir ma'lumotni baham ko'rmoqchiman. Shunday bir yangilik borki, agar siz hozir aytadiganimni qilmasangiz, kutayotgan katta qo'shimcha to'lovingiz yoki nafaqangiz umuman olganda davlatdan olishingiz kerak bo'lgan pul sizga kelmaydi. Bu degani siz o'z haqqingizdan mahrum bo'lasiz. Bu masala har birimizga, oilamizga, yaqinlarimizga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Har bir so'zimni chuqur tushunishga harakat qiling. Bu videoni oxirigacha ko'rishni unutmang. Chunki har bir daqiqa, har bir jumla siz uchun juda qimmatli bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda bu ma'lumotni bilish mutlaqo zarur. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini ko'rib chiqaylik. Ilgari ko'plab to'lovlar, ayniqsa ijtimoiy nafaqalar va pensiyalar ma'lum bir tizim orqali avtomatik ravishda hisoblanib to'lab kelingan edi. Ya'ni agar siz pensiyaga chiqqan bo'lsangiz yoki nogironlik nafaqasi olgan bo'lsangiz, bir marta rasmiylashtirganingizdan so'ng keyinchalik davlat tomonidan belgilangan tartibda indeksatsiyalar yoki ko'tarilishlar avtomatik tarzda amalga oshirilardi. Bolalar nafaqasi ham ko'p hollarda oilaning sharoiti o'zgarishini inobatga olgan holda ma'lum muddatga avtomatik tarzda uzaytirilar edi. Ko'pincha fuqarolardan qo'shimcha harakatlar, qog'ozbozliklar talab qilinmasdi. Barcha ma'lumotlar tegishli davlat organlarining ichki bazalarida mavjud bo'lib, ular o'zaro ma'lumot almashish orqali barcha jarayonlarni o'zlari amalga oshirishgan. Misol uchun, pensiya miqdori har yili inflyatsiya darajasiga qarab oshirilardi va bu o'zgarishlar hech qanday arzasiz avtomatik tarzda amalga oshardi. Sizning bank hisobingizga yoki pochta orqali keladigan pul miqdori shunchaki ko'payib kelardi va siz bu haqda pensiya jamg'armasiga borib so'rashingiz shart emas edi. Bu albatta fuqarolar uchun juda qulay edi, ortiqcha ovoragarchiliklarning oldini olardi. Ammo hozirgi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish, uni yanada shaffof va adolatli qilish maqsadida bir qator yangi farmonlar va qarorlar qabul qildi. Bu o'zgarishlarning asosiy mohiyati shundaki, endilikda ko'plab ijtimoiy to'lovlar va qo'shimcha nafaqalarni olish uchun fuqarolarning o'zlari faol harakat qilishlari talab etiladi. Ya'ni avtomatik tizim biroz cheklandi. Endilikda sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilash, ma'lum bir arizani to'ldirish yoki yangi mezonlarga mos kelishingizni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish so'raladi. Bu o'zgarishlar ijtimoiy adolatni ta'minlash, mablag'larni haqiqatdan ham muhtoj bo'lganlarga yo'naltirish. Shuningdek, barcha ma'lumotlarni zamonaviy elektron platformalarda markazlashtirish maqsadida joriy etilmoqda. Endilikda sizning holatingiz va ehtiyojlaringiz haqidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda to'liq yangilanmasligi mumkin. Siz o'zingizning haqqingizni olish uchun tegishli idoralarga murojaat qilishingiz yoki elektron platformalar orqali ma'lum bir harakatni amalga oshirishingiz shart. Agar siz buni qilmasangiz, yangi qabul qilingan yoki oshirilgan nafaqa sizga umuman kelmaydi. Chunki tizimda sizning bu imkoniyatdan foydalanish istagingiz haqida ma'lumot bo'lmaydi. Bu yangi tizimning joriy etilishi bilan siz avvaldan olib kelgan pensiya yoki nafaqaning o'zi to'xtab qolmaydi. Biroq uning ustiga hisoblanishi mumkin bo'lgan har qanday yangi qo'shimcha to'lov, subsidiyalar yoki oshirilgan miqdorlar sizning faol harakatingizsiz sizga yetib kelmaydi. Aslida yangi ma'lumotlarning mohiyati aynan shunda. Endi esa batafsil tahlil qilamiz. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlarga xavotirlanish shart emas? Avvalo, bilishingiz kerak bo'lgan asosiy narsa shuki, davlat ijtimoiy himoya tizimida doimiy ravishda yangiliklar va o'zgarishlar bo'lib turadi. Bu o'zgarishlar aholining turli qatlamlarini qamrab oladi. Endilikda, agar siz davlatdan biron bir qo'shimcha to'lov, yangi turdagi nafaqa yoki mavjud nafaqaning oshirilgan miqdorini kutayotgan bo'lsangiz, uni avtomatik tarzda olishni kutmasligingiz kerak. Yangi tartibga ko'ra, ko'pincha sizdan arizani qayta topshirish, ma'lumotlaringizni yangilash yoki elektron tizimda ro'yxatdan o'tish talab qilinadi. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Pensiyada bo'lganlar va pensiya yoshiga yaqinlashganlar. Agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz va yaqinda pensiyangizga biron bir qo'shimcha to'lov yoki indeksatsiya hisoblanishi haqida xabarlar eshitgan bo'lsangiz, ammo bu to'lov hanuzgacha sizga kelmagan bo'lsa, demak siz harakat qilishingiz kerak.
Misol uchun hukumat yaqinda pensiyalarga umidvorlar miqdorda qo'shimcha ustama berish haqida qaror qabul qildi. Eski tizim bo'yicha bu avtomatik ravishda qo'shilishi kerak edi. Ammo yangi tartibga ko'ra siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz, shaxsiy ma'lumotlaringizni, jumladan bank rekvizitlaringizni yangilashingiz yoki maxsus elektron portal orqali arizani tasdiqlashingiz talab qilinishi mumkin. Agar siz 70 yoshli Omonulla amaki bo'lsangiz, o'zingizni pensiyangiz har oyda oshib kelishga o'rganib qolgan bo'lsangiz, endi bir oyda pensiya jamg'armasiga borib yoki biror yaqin yoshroq oila a'zosidan MyBakov uz orqali sizning ma'lumotlaringizni yangilashni so'rashingizga to'g'ri keladi. Aks holda sizning pensiyangiz 11 ga oshirilmaydi, eski miqdorda qolaveradi. Tasavvur qiling, har oy 200 ming so'm qo'shimcha pul olmasdan yurasiz. Bu esa bir yilda 2 million 400 ming so'm degani. Ancha katta miqdor. 2 bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oluvchi oilalar. Agar siz temir daftar, ayollar daftari yoki yoshlar daftariga kiritilgan bo'lsangiz, yoki farzandlaringiz uchun nafaqa oluvchi bo'lsangiz, endilikda ushbu nafaqalarni uzaytirish yoki yangi hisoblanishini rasmiylashtirish uchun belgilangan muddatlarda qayta ariza topshirishingiz shart. Misol uchun 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun nafaqa olish tartibi bo'yicha yangi mezonlar joriy etildi. Sizning oilangiz avvalgi mezonlar bo'yicha nafaqa olgan bo'lishi mumkin, ammo yangi qoidalarga ko'ra oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad miqdori qayta hisoblanishi kerak. Agar sizning oilangiz a'zosi ko'paygan bo'lsa yoki aksincha daromadlar sezilarli darajada kamaygan bo'lsa, sizning nafaqa miqdoringiz oshirilishi mumkin. Ammo buni hisobga olishlari uchun siz davlat xizmatlari markaziga DXM borib yoki MyBakov.uz portali orqali yangi arizani to'ldirishingiz va zarur hujjatlarni, masalan, oila a'zolarining pasport nusxalari, nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, oilaning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnomalar taqdim etishingiz kerak. Agar siz buni qilmasangiz, nafaqa sizga avvalgi miqdorda kelishda davom etadi yoki umuman to'xtatiladi. Chunki eski arizaning muddati tugagan bo'ladi. Faraz qiling, Nafisa opa 2 farzandi bilan yashaydi va 3 yoshgacha bo'lgan bolasi uchun nafaqa oladi. Yangi qonunga ko'ra endi 1 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ham nafaqa olish imkoniyati paydo bo'ldi. Biroq Nafisa opa bunga murojaat qilishi kerak. Agar u bu imkoniyatdan foydalanmasa, faqat kichik bolasi uchun nafaqa oladi. Katta bolasi uchun esa qo'shimcha nafaqa kelmaydi. Bu oyga 2,5 ming so'mdan 5 ming so'mgacha qo'shimcha daromadni yo'qotish degani. Uchun nogironligi bo'lgan shaxslar, agar siz nogironlik nafaqasi oluvchi bo'lsangiz, yangi tibbiy ijtimoiy ekspertiza qoidalari yoki nafaqa miqdorining qayta ko'rib chiqilishi munosabati bilan ma'lumotlaringizni yangilashingiz talab qilinishi mumkin. Masalan, hukumat nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan ba'zi turdagi subsidiyalarni oshirish yoki yangilarni joriy etishga qaror qildi. Bu subsidiyalar ko'pincha maxsus talablarga ega bo'lib, ularni olish uchun sizning nogironlik guvohnomangizni, tibbiy xulosalaringizni qayta ro'yxatdan o'tkazishingiz yoki maxsus arizani to'ldirishingiz talab etiladi. Buning uchun siz bankga ko'maklashish markazlari yoki DXMga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar siz aytaylik erta bolalikdan nogironligi bor malikaxon bo'lsangiz, siz avvalgi nafaqangizni olishda davom etasiz. Ammo agar hukumat nogironligi bor shaxslarga uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiya berishni boshlagan bo'lsa, siz bu haqda o'zingiz ariza bermasangiz, bu qo'shimcha to'lov sizga kelmaydi. Bu esa har oy kommunal to'lovlardan 1,2 ming so'm tejash imkoniyatini qo'ldan boy berish demakdir. Kam ta'minlangan oilalar va boshqa ijtimoiy yordam dasturlariga kiritilgan fuqarolar. Ijtimoiy himoya tizimida kam ta'minlangan oilalarga beriladigan turli xil subsidiyalar va imtiyozlar doimiy ravishda o'zgarib boradi. Bu subsidiyalarni olish uchun sizning oilaviy ahvolingiz, daromadlaringiz va boshqa mezonlarga mos kelishingizni tasdiqlovchi hujjatlarni muntazam ravishda yangilab turishingiz shart. Agar siz buni qilmasangiz, sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha yordam yoki mablag'lar sizga kelmaydi. Masalan, Farangiz opaning oilasi o'zining dehqonchilik faoliyati orqali qo'shimcha daromad topishni boshladi. Ammo bu daromad ularning kam ta'minlangan oila maqomiga ta'sir qilmaydi. Biroq agar ular bu haqda o'z vaqtida ma'lumot bermasalar yoki qayta ro'yxatdan o'tmasalar, ularga berilishi kerak bo'lgan subsidiyalar va to'lovlar eski hisob kitoblar bo'yicha kelishda davom etadi.
ba'zida esa umuman to'xtatiladi. Shunday bir holat bo'ldiki, kam ta'minlangan oilalarga qish mavsumi uchun qo'shimcha isitish xarajatlarini qoplash maqsadida bir martalik pul yordami beriladigan bo'ldi. Bu yordamni olish uchun oila boshlig'i ariza berishi shart edi. Ba'zi oilalar bu haqda bilmay qolib qishda qiynalishdi. Chunki ular hech qanday ariza bermagani uchun bu yordam ularga taqdim etilmadi. Bu esa ertalabgacha 800 million so'm miqdoridagi muhim yordamni ololmaganlikni anglatadi. Kimlarga xavotirlanish shart emas. Agar sizning holatingiz yuqoridagi guruhlarga kirmasa, ya'ni siz hech qanday ijtimoiy nafaqa yoki pensiya olmasangiz, yoki barcha kerakli hujjatlarni yaqinda yangilagan va ariza topshirgan bo'lsangiz, sizga hozircha xavotirlanishga sabab yo'q. Shuningdek, agar sizning oladigan to'lovingiz avtomatik tarzda hech qanday qo'shimcha hujjatlarsiz kelishi belgilangan bo'lsa, masalan, ba'zi turdagi davlat mukofotlari yoki stipendiyalar, sizga bu qoidalar tegishli emas. Ammo har doim ogoh bo'lish va yangiliklarni kuzatib borish muhimdir. Chunki qoidalar istalgan vaqtda o'zgarishi mumkin. Endi esa istisno holatlar, e'tibordan chetda qoladigan jihatlar va kutilmagan qiyinchiliklar haqida gaplashamiz. 1. Istisno holatlar. Ba'zi ijtimoiy to'lovlar, masalan, harbiy pensiyalar yoki muddatli xizmatchilarga beriladigan ba'zi imtiyozlar hali ham eski. Avtomatik tizim orqali amalga oshirilishi mumkin. Ammo bu juda kam uchraydigan holat. Har bir aniq vaziyatda tegishli idoraga murojaat qilib aniqlik kiritish eng to'g'ri yo'ldir. Hatto yangi tizim joriy etilgan bo'lsa ham, ba'zi fuqarolar, masalan, yoshi juda katta bo'lgan, masalan, 9 yoshdan oshgan yoki nogironligi tufayli mustaqil harakatlana olmaydigan shaxslar uchun istisnolar bo'lishi mumkin. Bunday hollarda ularning yaqin qarindoshlari yoki mahalladagi mas'ul xodimlar yordam berishi mumkin. Ba'zan ijtimoiy xizmat xodimlari o'zlari tashabbus ko'rsatib, uylariga borib, zarur hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishadi. Lekin bunga ishonib yotmaslik kerak. Imkon qadar o'zingiz harakat qiling. Aholini ro'yxatga olish jarayoni, perepis naseleniya kabi umumiy tadbirlar natijasida ba'zi ma'lumotlar avtomatik yangilanishi mumkin. Ammo bu butun ijtimoiy himoya to'lovlari tizimiga taalluqli emas. Bu faqatgina demografik ma'lumotlarni yangilash uchungina xizmat qiladi. 2. Kutilmagan qiyinchiliklar va tuzoqlar. Muddati tugagan hujjatlar. Ko'pchilik o'zining pasporti, nikoh guvohnomasi yoki bolalarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarning muddati o'tganligini payqamaydi. Ariza topshirishda bunday hujjatlar qabul qilinmaydi va bu sizning arizangizning rad etilishiga sabab bo'ladi. Har doim hujjatlaringizning amaldagi ekanligini tekshirib boring. Misol uchun, bir fuqaro bolalar nafaqasi uchun murojaat qilganida uning o'zining pasportining muddati o'tib ketganligi sababli arizasi rad etildi. Unga avval pasportini yangilashni maslahat berishdi. Bu esa jarayonni bir necha haftaga kechiktirdi. Noto'g'ri ma'lumotlar. Arizalarni to'ldirishda xatolar yoki ataylab noto'g'ri ma'lumotlar kiritish nafaqani rad etishga yoki kelajakda jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, oila daromadini pasaytirib ko'rsatish yoki haqiqatda mavjud bo'lmagan shaxsni oila a'zosi sifatida ko'rsatish. Hamma ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi va har qanday yolg'on ma'lumot tezda aniqlanadi. Jamma firibgarlik. Hukumat nomidan harakat qilayotganini da'vo qiluvchi shaxslarga ishonmang. Ularning ko'pchilik sizning bank kartangiz ma'lumotlarini yoki PIN kodlaringizni so'rashi mumkin. Davlat idoralari hech qachon sizdan bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, ayniqsa orqa tomondagi CVV/CVC kodini yoki parolingizni so'ramaydi. Barcha murojaatlar rasmiy davlat xizmatlari markazlari yoki MyBankov.uz portali orqali amalga oshiriladi. Axborotni noto'g'ri talqin qilish. Ba'zida internetdagi yoki tanishlardan eshitilgan ma'lumotlar noto'g'ri bo'lishi mumkin. Har doim rasmiy manbalardan prezident farmonlari, vazirlar mahkamasi qarorlari, davlat organlarining rasmiy saytlari olingan ma'lumotlarga tayanish lozim. 3. Noaniq nuanslar, maxsus talablar. Ba'zi to'lovlar uchun umumiy hujjatlardan tashqari juda maxsus hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, uy-joy sharoitini yaxshilash uchun subsidiyalar olishda kadastr hujjatlari, baholash aktlari yoki oilaning ro'yxatdan o'tgan joyi haqida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Oldindan barcha talablarni bilib olish juda muhim. Muddati. Arizalar va hujjatlarni topshirish uchun belgilangan aniq muddatlar mavjud. Agar siz bu muddatlarni o'tkazib yuborsangiz, keyingi muddatni kutishingizga to'g'ri keladi. Bu esa sizni bir necha oylik to'lovdan mahrum qilishi mumkin. Masalan, bolalar nafaqasi uchun ariza har 6 oyda yangilanadi.
Agar siz 7 oyda topshirsangiz 1 oylik nafaqani yo'qotasiz. Elektron tizimning murakkabligi. Keksalar yoki kompyuter savodxonligi past bo'lgan fuqarolar uchun MyBogGov.uz portalida ariza to'ldirish murakkab bo'lishi mumkin. Bunday holatda yaqinlardan yordam so'rash yoki davlat xizmatlari markaziga shaxsan murojaat qilish tavsiya etiladi. Davlat xizmatlari markazlarida sizga bepul yordam berishadi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Amaliy maslahatlar va aniq ko'rsatmalar. 1. O'z holatingizni aniqlang. Avvalo, sizga qanday turdagi qo'shimcha to'lov, nafaqa yoki subsidiya tegishli bo'lishi mumkinligini aniqlab oling. Agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz, pensiyangiz miqdorining oshirilishi haqidagi oxirgi yangiliklarni eslang. Agar siz bolali oila bo'lsangiz, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam bo'yicha yangi qoidalarni tekshiring. Bu jarayonni aniq belgilash sizga keyingi qadamlarni to'g'ri qo'yishga yordam beradi. 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. Bu eng muhim qadamlardan biri. Sizga quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, daromadingiz haqidagi ma'lumotnoma, ish joyingizdan yoki soliq idorasidan agar siz tadbirkor bo'lsangiz, agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz, pensiya guvohnomangiz va bank hisob raqamingiz. Nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa va tibbiy xulosalar. Mahalla fuqarolar yig'inidan MFga oilaning tarkibi va yashash joyi haqida ma'lumotnoma. Ba'zi hollarda kadastr hujjatlari. Agar uy joyiga oid subsidiyalar uchun murojaat qilayotgan bo'lsangiz, barcha hujjatlarning asl nusxasi va nusxalarini tayyorlang. Asl nusxalarini ko'rsatish uchun, nusxalarini esa topshirish uchun. Har doim hujjatlaringizning amaldagi ekanligiga e'tibor bering. 3. Murojaat qilish joyini tanlang. Sizning arizangizni topshirish uchun bir nechta variant mavjud. Davlat xizmatlari markazlari, DXM, bu eng qulay va keng tarqalgan usul. DXMlarda sizga arizani to'ldirishda yordam berishadi. Hujjatlarni skanerlab tizimga kiritishadi va barcha savollaringizga javob berishadi. Respublika bo'ylab minglab DXMlar mavjud. O'zingizga eng yaqinini toping va shaxsan murojaat qiling. Bu yerda siz uchun navbat olish tizimi ham mavjud bo'lib, ortiqcha kutib qolmasligingizga yordam beradi. MyBogGov.uz elektron hukumat portali. Agar siz kompyuter savodxonligiga ega bo'lsangiz va internetdan foydalana olsangiz, barcha hujjatlarni onlayn tarzda topshirishingiz mumkin. Bu juda tez va qulay. Portalda ro'yxatdan o'tish va shaxsiy kabinetga kirish uchun elektron raqamli imzo kerak bo'lishi mumkin. Erini DXMdan olish mumkin. MyBogGov.uz portalining qulayligi shundaki, siz uydan chiqmasdan istalgan vaqtda murojaat qilishingiz mumkin. Arizani to'ldirish jarayoni qadam-qadam ko'rsatilgan. Tegishli davlat idoralari, ba'zi hollarda pensiya jamg'armasi, bandlikka ko'maklashish markazi yoki mahalla fuqarolar yig'inlariga shaxsan murojaat qilish talab qilinishi mumkin. Lekin asosan DXM orqali barcha davlat xizmatlarini olish mumkin. Mahalla fuqarolar yig'inlari, ba'zi yordam turlari, ayniqsa kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam uchun avval MFga murojaat qilish, ular tomonidan tasdiqlangan tavsiyanoma yoki xulosa olish talab qilinadi. Shuningdek, MF'larda sizga qaysi turdagi yordamga murojaat qilishni bilmaganingizda dastlabki maslahatlar berilishi mumkin. Arizani to'g'ri to'ldiring. Arizani to'ldirishda har bir mayda detalga e'tibor bering. Barcha ma'lumotlarni aniq, to'g'ri va shoshilmasdan kiriting. Agar biron bir joyda xato qilsangiz, arizangizni rad etishlari yoki qo'shimcha tekshiruvlar talab qilishlari mumkin. Bu esa jarayonni sezilarli darajada kechiktiradi. Agar siz DXMda bo'lsangiz, xodim sizga yordam beradi. Agar MyBogGov.uz orqali to'ldirayotgan bo'lsangiz, har bir bo'limni diqqat bilan o'qib chiqing. Ayniqsa bank rekvizitlarini kiritishda ehtiyot bo'ling, chunki pul noto'g'ri hisob raqamiga o'tkazilishi mumkin. 5. Arizaning holatini kuzatib boring. Ariza topshirganingizdan so'ng sizga uning ro'yxatga olinganligi haqida xabarnoma beriladi yoki elektron tizimda uning raqami ko'rsatiladi. Bu raqam orqali siz MyBogGov.uz portalida yoki DXM orqali arizangizning hozirgi holatini ko'rib chiqilmoqda, tasdiqlangan, rad etilgan hokazo kuzatib bo'lishingiz mumkin. Agar arizangiz rad etilsa, rad etish sababini bilib oling va kerakli tuzatishlarni kiritib qayta murojaat qiling. Qadrli tomoshabinlar, unutmangki, sizning haqqingiz bo'lgan pulni olish uchun faollik talab etiladi. Bu shunchaki bir qog'ozbozlik emas. Balki davlat va fuqaro o'rtasidagi muloqotning yangi, shaffof va samarali shakli.
Ushbu yangi tizimdan to'g'ri foydalanish orqali siz o'zingizning ijtimoiy huquqlaringizni to'liq ro'yobga chiqarishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, bugun biz juda muhim mavzuni yo'ritdik. Katta do'plata kelmaydi agar siz buni qilmasangiz. Yangi ma'lumotlar. Ko'rib turganingizdek, davlat ijtimoiy himoya tizimida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Endilikda ko'plab qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va subsidiyalar avtomatik ravishda emas, balki sizning faol harakatlaringiz orqali taqdim etiladi. Pensiyalar, bolalar nafaqalari, nogironlik nafaqalari va kam ta'minlangan oilalarga beriladigan yordamlar bo'yicha yangi talablar paydo bo'ldi. Sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilash, arizalarni to'ldirish va zarur hujjatlarni tegishli organlarga DXM, MyTikov.uz portali orqali taqdim etish talab qilinadi. Bu o'zgarishlar shaffoflikni oshirish va mablag'larni haqiqiy muhtojlarga yo'naltirishga qaratilgan. Shuni unutmaslik kerakki, e'tiborsizlik, hujjatlarning muddati o'tganligi yoki noto'g'ri ma'lumotlar arizangizning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq harakat qiling. Kerakli hujjatlarni to'plang va tegishli idoralarga murojaat qiling. O'zingizning haqqingizdan mahrum bo'lib qolmasligingiz uchun bu zarur. Sizningcha bu yangi tizim qanchalik adolatli va qulay? Siz bunga qanday munosabat bildirasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bu bizga kelgusida ham shunga o'xshash muhim va dolzarb ma'lumotlarni sizga yetkazishda katta yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha